Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar, hurmatli oqsoqollar. Mana bugun hozir qishloqda kayvoni yigitlar bilan gaplashib, hozir bir xulosaga keldik. Ishon buvadan duo oldik. Nasib bo'lsa shanba kuni Xudo xolasa qabristonni fundamentini qo'yishni boshlaymiz. O'sha tashlandiq yotgan yerda yashil makonga aylantirib tutzor barpo qilamizda Xidir sufi qabristoni chegarasiga qo'shamiz. O'zini qo'lidan keladigan beminnat ehsonlarini qishlog'imiz oqsoqollardan, qishlog'imiz fermer xo'jaligi rahbarlaridan, saxovat besha insonlardan o'zlarini beminnat hissalarini qo'shishlarini so'raymiz. O'zlarini xolis xizmatlarini. Bu hech kimga majburiy emas, hamma ko'nglidan chiqquncha. Hamma ko'nglidan chiqqanini qiladi. Mana Rossiyadagi yurtdoshlarimiz, musofirchilikka yurgan yurtdoshlarimiz, qishloqdoshlarimizni e'tibori uchun Toshqulov Oybekni plastik raqamini qo'yamiz, pul yig'ish maqsadida. O'zbekistonlik yigitlarimiz uchun, o'zimiz uchun mana Ochilov Ikromni plastigini qo'yamiz. Bu hammasi komissiya ishtirokida ko'rilib, hisob-kitob qilinib, endi shu xayriya ishlarga sarflanadi nasib bo'lsa. Qo'llaringizdan kelguncha yordamlaringizni ayamanglar.